Qani bo'ysunmagan? Bil aka, menda ham turibdi aka, sizni qilgan qo'llaringiz. Qonunni galasha. Birovni uyga kirib kelyapsiz, meni uyimga kirib kelyapsiz. Mayli, kuzatsangiz ko'chaga chiqib turing meni uyimga. Meni uyimga nima kirib kelyapsiz haydab mashinangizda? Nima kirib kelyapsiz? Mana hovli, meni hovlim. Tashqariga chiqarib qo'yingan mashinangizda kuzating, meni uyimga kirmangda. Haqqingiz yo'q sizga bunday qilib kelishga. Yo'l, davlat xodimi bo'lsangiz ham sizda birovni uyga kirib kelishga haqqingiz yo'q. Men sizga aytayapman. Mana shu ishingiz uchun ham siz javob berasiz, hammasi uchun. Ha. Mana bu xodim fuqaroni uyigacha quvlab kelib, beruxsat uyigacha kirib boryapti. Shu narsa to'g'rimi? Bularga shunaqa vakolat berilganmi? Videoni maksimal darajada tarqatinglar, ertaga tepadagilar ham ko'rsin. Viloyatda xodimlar nima ish qilayotganini bilsin. Xizmat tekshiruvini o'tkazsin kerak bo'lsa. Ertaga sizni uyingizga shunaqa kirib borishi mumkin. Agar bee'tibor bo'ladigan bo'lsak. Haddidan oshib ketyapti xodimlar.